Biz 2024 oyda qarorlar chiqdi. O'zbekistonda qarorlar. Bunga asosan 300 milliongacha kredit ajratish belgilangan. 100 milliondan garovsiz 200 millionga garov qo'yib ajratiladi. Shahar tumanlar 5 ta toifaga bo'lingan. Toifaga qarab foizlar belgilangan. Birinchi toifaniki 23% dan, ikkinchi toifaniki 22, uchinchi toifaniki 25, to'rtinchi toifaniki 20, beshinchi toifaniki 9% dan belgilangan. Kreditlar kichik biznes tadbirkor subyektlarini hamma yo'nalishlariga bor, faqat shu bilyardxona, qimorxona, kompyuter o'yinlari, avvalroq kredit qarzlarini so'ndirishga yo'naltirilmaydi. Boshqa hamma yo'nalish bo'yicha ajratish mumkin. Muddati 7 yilgacha 24 oy imtiyozli davrimdan, agar ayrim ma'lumotlar to'ldirishga olinadigan bo'lsa 36 oygacha 18 oyga qaytarish tartibi. Yana mahalla biznesi degan kreditimiz joriy etildi.